Juda ham ajoyib holat. Bemorimizda kamdan kam uchraydigan holat, ya'ni ota-ona shikoyatiga qaraganda bir tomondan nafas olmaydi, burun qoqsa ham chiqmaydi havo. Tekshirganimizda bir tomon teshik umuman yopilib qolgan. Yo'l yo'q. Adenoid bor ikkinchi daraja. Hozir adenoid olamiz va o'sha burun teshigini burun ichidan ochamiz. Bunday holatda kamdan kam uchraydi, kuzatishda davom etinglar. Mana hozir to'shli chap tomonni ham ochdik, mana ko'rishingiz mumkin. Turk qo'yib qo'ydik. Mana shu turkani xudo xolasa 3 oy turadi, 2-3 oy. Yaxshi kanal shakllanib bo'lgandan keyin olib tashlaymiz, keyin mazza qilib nafas oladi. 6 yoshli bemorimizni bir tomonlama xonani atriz, ya'ni tug'ma burun teshigi yopilganligini operatsiya qilib ochdik. Operatsiya juda ham yaxshi o'tdi. 1,5 soatga cho'zildi. Xudo xolasa bemor bola nafas ola oladi, burunni qoqa oladi. Oldin umuman burun qoqmagan shu paytgacha, ya'ni qoqa olmagan. Burun oldingi teshik bor-ku, o'sha xuddi orqa teshik ham bo'ladi o'zi. Bittasi yopiq tug'ilgan tug'ma. Boshqa qiynalgan bola endi xudo xolasa mazza nafas oladi va burun umuman muammo bo'lmaydi. Bizdan kuzatishda davom etinglar. Allohumma solli va sallim